Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan o'rganadigan mavzumiz 94-mavzu doiraning ulushi soatlar va minutlar. Xo'p, qani ketdik. Birinchi misol. O'ngda oddiy soat, chapda gul soat tasvirlangan. Ularda qanday umumiylik bor? Nimasi bilan farq qiladi? Gul soat nechta bo'lakka bo'lingan? Xo'p, qaraydigan bo'lsak, chap tarafda gul soat turibdi, o'ng tarafda oddiy soat turibdi. Endi bularning qanday umumiy jihati bor? Gullarni har birini sanaydigan bo'lsak, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Demak, soatimiz ham o'zi 12 taga bo'lingan. Demak, bularda umumiy jihati mana shu gullarning 12 taligi ikkalasini umumiy jihati bo'lar ekan. Gul soat necha bo'lakka bo'lingan? Gul soati 12 bo'lakka bo'lingan ekan. 2. Agar soatlar bo'yicha hisoblasak, siferblat nechta bo'lakka bo'lingan? Xo'p, soatlar bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak, siferblat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta. Demak, 12 ta bo'lakka bo'lingan ekan. Agar minutlar bo'yicha hisoblansa-chi, minutlar bo'yicha hisoblansa, har bir bo'lakda 5 tadan turibdi. Bizda bunaqa bo'laklardan 12 ta, demak 12 ni 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 60 bo'lakka bo'lingan ekan. Endi sariq sektor shu aylananing qanday qismini tashkil qiladi? Sariq sektorda ko'radigan bo'lsak, ikkita turibdi. O'zi jami sektorlarimiz 12 ta edi. Undan ikkitasini sariqlar tashkil qiladi. 3-misol, minut meli 1 soatda bir necha marta to'liq aylanadi? Bu minutlar soatning qanday ulushini tashkil qiladi? Xo'p, endi minut meli 1 soatda 1 marta to'liq aylanib chiqadi. Bu soatni qanday qismini tashkil qiladi? Jami soatimiz 60 bo'lsa, undan 1 marta aylanib chiqadigan bo'lsa, 60 dan 1 ni tashkil qiladi. Endi qaraydigan bo'lsak, bizda birinchisida 1 dan 2 gacha bo'lgan qismi bo'yalgan ekan. O'zi soatimiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 edi. Bundan bir qismi bo'yalgan ekan. Demak, 12 dan 1 ga teng bo'ladi. Endi keyingi shaklimiz 6 bo'lakka bo'lingan ekan. 6 tadan bittasi bo'yalgan. Demak, mahrajiga 6, tepaga 1 yozar ekanmiz. 3-chi rasmda 4 bo'lakka bo'lingan, undan bittasi bo'yalgan, ya'ni 4 dan 1. Keyingisida 3 bo'lakka bo'lingan, undan bittasi bo'yalgan. 4-misol, yozing 4 minutda necha sekund bor? Xo'p, 1 minutimiz 60 sekund bo'ladigan bo'lsa, 4 minutimiz 4 kara 60, ya'ni 240 sekundga teng bo'ladi. Xo'p, keyingisi 25 minutda necha sekund bor? 25 ni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 1500 sekund bor ekan. Endi 1 soatda necha sekund bor? 1 soatda 60 minut bo'ladigan bo'lsa, uni yana 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 3600 sekundga teng chiqadi. B shartida 120 sekundda necha minut bor? Endi 120 ni 60 ga bo'lsam, 2 minut bor ekan. Keyingisi 360 sekunddachi 360 ni 60 ga bo'lsam, 6 minut chiqar ekan. Keyingisi 4 soatda necha minut bor? 1 soatda 60 minut bor, 4 soatda 240 minut bor. Xo'p, 3 sharti 7200 sekundda necha soat bor? 7200 ni 3600 ga bo'ladigan bo'lsam, 2 chiqadi, demak 2 soat bor ekan. Keyingisi 3 sutka. 3 sutkamiz o'zi 1 sutkamiz 24 soat bo'lsa, 3 sutkamiz 3 kara 24, ya'ni 72 soat bo'lar ekan. Xo'p, bir haftada, bir haftamiz 7 kun. 7 kunimiz 24 soatdan bo'ladigan bo'lsa, 168 soatga teng chiqadi. 5-chisi, darslar 8:00 da boshlanib 12:30 da tugaydi. Shu vaqt ichida necha to'liq minut o'tadi? Necha to'liq sekund o'tadi? Xo'p, 8 dan 12:30 gacha, 8 dan 9 gacha 60 minut. 9 dan 10 gacha 60 minut, 10 dan 11 gacha yana 60, 12 gacha yana 60 va 12,5 deyapti. Demak, 30 ni qo'shamiz. Demak, 270 minut bor ekan. Endi
Bunda necha sekund bor? 270 ni 60 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 16200 sekund bor ekan. 6. Bu sxemada bir sutkada elektron va mexanik soatlarning vaqtlari qanday belgilanishi ko'rsatilgan. Soat 15:00 ni yana qanday atashimiz mumkin? 15:00 ni mana jadvaldan ko'rib turibmiz. 3:00 desak ham bo'laverar ekan. 17 ni-chi? 17 ni 5 desak bo'ladi. 20 yu 20 ni. Mana 20 demak 8 u 20 desak bo'lar ekan. 22 soat 30 minut. Buni 10 u 30 desak bo'laveradi. Keyingisi 21 u 50. 21 imiz 9 ga to'g'ri kelyapti. Demak 9 u 50 bo'lar ekan. Endi yarim kun yoki yarim tun so'zlari bilan soat necha bo'lganini bilamiz. Yarim kun degani kun o'rtasi. Demak, soat 12 bo'lganini bildiradi. Yarim tun bo'ladigan bo'lsa 00:00 ni bildiradi. 7. Hisoblang. 7 soat u 25 minutdan 3 soat u 28 minut. Xo'p, hammasini minutga o'tkazib olib hisoblasam qulayroq bo'lar ekan. 7 soatimiz 7 ko'paytirilgan 60 qo'shamiz 25. Natija 445 minutga teng chiqadi. 3 soat u 28 minutimiz. Endi buni ham minutga o'tkazib oladigan bo'lsam, 3 soatim 180 minut, unga 28 ni qo'shadigan bo'lsam, 208 minutga teng chiqadi. Endi natijalarni ayirib qo'shimiz kerak. 445 dan 208 ni ayiramiz. 237 ga teng chiqar ekan. Demak, javob 237 minut bo'lar ekan. Xo'p, keyingisi 18 minut 58 sekund. Xo'p, 58 sekundga 39 sekund qo'shadigan bo'lsak, 97 sekund chiqadi. Endi bundan 60 sekundni minutga olib beradigan bo'lsam, 37 sekund qoladi. 37 sekund. 18 ga 13 ni qo'shsam, 31, 1 da qo'shaman, endi 32 minutga teng chiqadi. Xo'p, keyingisi 5 soat u 14 sekund, 3 soat u 17 sekund. Soatga soatni qo'shsam 8 soat. Sekundlarini qo'shib qo'yadigan bo'lsam, 31 sekundga teng chiqadi. Xo'p, keyingisi 29 minut. 5 soat u 29 minutga 8 soat u 34 minut. 29 minutga 34 minutni qo'shadigan bo'lsam, 63. 60 minutini soatga o'tkazib yuboramiz, ya'ni 3 minut qoladi. Endi 5 ga 8 ni qo'shsam 13, boyagi 1 da qo'shib beradigan bo'lsam 14 soat u 3 minutga teng chiqadi. Keyingisi 45 minut u 22 sekund. 22 sekunddan 48 sekund ayira olmayman. Shuning uchun bundan bitta qarz olib bersam 82 bo'ladi. Undan 48 ni ayirishim oson bo'ladi. Ya'ni 34 sekund chiqar ekan. 34 sekund. Bu yerda 44 qoldi. 44 dan 12 ni ayiradigan bo'lsam 32 minutga teng chiqadi. Xo'p, keyingisi 8 soat u 20 sekund. Xo'p, bunda 8 soat u 20 sekundga o'tkazib ishlay. Endi 8 ni 3600 ga ko'paytirib olaman. 28800, bunga 20 ni qo'shadigan bo'lsam 28820 sekund. Bundan ayirman 2 soat u 124 sekundni, ya'ni 7200 ga qo'shamiz 124 ni 7324 sekund. Endi 28820 dan buni ayirib borsam 21496 sekundga teng chiqadi. 8. Ko'pgina gullarning aniq ochilish yoki yopilish vaqtlari bo'ladi. Bu gullar taxminan qancha vaqtda ochiq turishini hisoblang. Xo'p.
Birinchisini qaraydigan bo'lsak, zig'ir. Bu mana ko'rib turibmiz, birinchi rasmda berilgan. Mana bu yer 1, 2, 4, 5 bo'ladigan bo'lsa, 7, 8, 10, 11. Endi 5 dan 7 gacha. Xo'p. Demak, 12 soatdan 2 soatni ayirib oladigan bo'lsam, 10 soat ochiq turar ekan. Keyingisi 1, 2, 4, 5 bo'ladigan bo'lsa, 2 dan 5 gacha 3 soatda ayirib oladigan bo'lsam, 9 soat ochiq turar ekan. Endi keyingisi lola qizg'aldoq. Lola qizg'aldoq 5, 2. Bu ham 9 soat ochiq turar ekan. Endi momaqaymoqchi, momaqaymoq. Hop, 3 dan 6 gacha, ya'ni 8 soat ochiq turadi. Keyingisi shovul. Shovul 5 dan 10 gacha bo'lyapti. Demak, 7 soat. Tirnoqgul. Tirnoqgul 4 dan 9 gacha ekan. Hop. Demak, 3 soat, 3 soat, 1 soat, ya'ni 7 soat ochiq turar ekan. Namatak. Namatak 10 soat ochiq turar ekan. 9 hisoblang. Buni ham o'zimizga qulay birlikka o'tkazib hisoblasak bo'laveradi. 3 soat u 46 minutni 3 soatimiz 180 bo'ladigan bo'lsa, 46 ni qo'shaman. 226 minut bo'ladi. 7 soat u 19 minutimiz 439 minutga teng bo'ladi. 2 soat u 55 minutimiz 175 minut bo'ladi. Endi 226 ga qo'shaman 439 665. Undan 175 ni ayiradigan bo'lsam 490 minutga teng chiqadi. Hop, keyingisi sekundlarga o'tkazib olib ishlar ekanmiz. 80 ni 14 ga ko'paytiraman. 1120 sekund. 12 minutu 15 sekundimiz 735 sekund. Endi 64,000 sekundni bo'laman ekan 32 ga. 2000 sekundga teng chiqadi. Hop, 1120 dan ayrimiz 735 ni. 387 qo'shaman 2000 ni. 2387 sekundga teng bo'ladi. Hop, keyingisi bir haftamiz 7 kun. 7 kunimizni soatga o'tkazadigan bo'lsam 168 soatga teng chiqadi. Bunga 38 ni qo'shadigan bo'lsam 206 soatga teng bo'ladi. Keyingisi 1-mart, 1-aprel, 1-may. Bu bir kun, bu ham bir kun, bu ham bir kun. Demak, 3 kunga teng bo'ladi. 10-si Madina biologiya to'garagi mashg'ulotiga qachon kelganini toping. Mashg'ulot qachon tugagan? Mashg'ulot qancha vaqt davom etgan? Hop. U 3:35 da kelgan va ketgan payti 5:45 bo'lyapti. Demak, 3:30 da kelgan, mashg'ulot qachon tugagan? 5:45 da tugagan. Qancha vaqt davom etganini topish uchun, hop, qancha vaqt qolyapti orada? 3:35 dan 4 gacha 25 minut. 4 dan 5 gacha 60 minut bo'lyapti. 5:45 gacha 45 minutga teng bo'lyapti. Demak, mashg'uloti 2 soat 10 minut davom etibdi.